Nima chang'iladi? Onamlarga aytaman ketdim. To'xtang. Nima ishingizni qilib bering. Ko'tarib, ya, dushku. Xo'p. Mana shuni yapıyorsun. Moling o'zingga o'xshab to'rpaqir suv ichdi bo'ldi. Ma, tagin tozalab chiq. Gazla. Mashqa qilib berib tursam bo'ladimi ovqatini? İchiga kirib oxiriga solgan ovqat. Toming ketdimi? Ona! Hozir kiraman. Ha, qatlading, singlim. Aka. Battar bo'lma, jo'xorilandi. Aka. Ha, bos. Bo'ldimi? Ana endi menga uchastka quramiz. Aka. Piyola Necha tashkali bo'lsa? 2 ta. Tez bir buncha sudralasan. Chaqqon, aralash samosi yumshoq. Oson emas. Bu yoq mehmonxona bo'ladi. Bu yoq jacuzzi bo'ladi. Bu yoq sauna bo'ladi. Bo'ldi-ye. Chaqqon bu. Hozir travetin qilasan, aboy qilasan, shkafga qo'yasan. Menga qara, qalbay. Shkaf ichiga sarpamdan xuddi shunaqa piyolani solib qo'ydim. Endi singanni yoqishmani isbotlolmaysan. Aşağıda ala turibdi, barmoq izlaring ham bor. 2 tashkali uchastka. Balkoni ham bo'lsin. Qancha shoda xamir qilyapsanmi? Devorni albastr qilyapman. Tezroq kiring ichkariga, hozir rastvorim qotib qoladi. Ana eshiklaringiz bo'shab qolibdi Dilshoda. Qochib turchi. Ana bo'ldi. Ana bu rakvina teshilganmi? Suv ketyapti-ku bunda. Qochi. Biraz mexta chiqib qolgan, buni tortish kerak Dilshoda. Qoch. Ha, ana bo'ldi. Dilshodani rezetka ishlamayapti. Qochmam yoqqa, shuni ham bilmaysan. Ana. Derazaning chang klopda eskirganmi bo'lgan bunga? Bor-ey, qalroq germetika qilib qo'yaman. Nima uchun sen kelib hamma yoqda xat topasan, alabay? Sen bu chorsa qaydan bilasan? Endi Rossiyaga ketgandan keyin hamma narsaga ko'nikayotganda ayol kishi. Hop. Kim u? Xolam darvozani svarka qilib berdilar, o'shaning uchun elektron sotib olishim kerak. Mashina go'shtini avtoyin qilib ber. Shoshma, karbitim yo'q hozir. Voydo, jonimga tegib ketdi. Bu qaynona mashtumga keldi, ovqat qil dedi, ovqat qilsam tuzi kam dedi, tuz qo'shsam tuzi ko'p dedi, choy damla dedi, choy damlasam qora choy damla dedi, qora choy damlasam ko'k choy damla dedi, ko'k choy damlasam oq choy damla dedi. Voy, buncha bu bunaqa qiynaydi, siz ham yegan kelligingizni shunaqa qiynashganmi? Voy Dilshodaxon, sabr qiling, hammasi o'tib ketadi. Mana bizda ham boshida kelishmovchiliklar bo'lgan, keyin sekin battar bo'lgan, keyin sal o'ziga kelib joyiga tushib ketgan. Mana siz ham qaytar dunyo odam bo'lasiz. Qaynona bo'lasiz demoqchi edim. Xabasash bo'lib ketadi. Men unaqa chidi degan keladigan emasman. Xos telefon qilib dardim aytaman. Yo'q, lutf SMS yozaman. Menga qarang, hurmatli qaynonajon, o'rningizni biling, tushundingizmi? Agar yana bir marta shunaqa yozsangiz, men sizga chorlik qilmayman. Meni xizmatga ko'ring, отправить. SMS men telefon. Siz kimda? O'ping telefoningizni. Oyijon. Oyijon qotdilarmi? Gaplasha qoling. Oyijon qotdilar? Gaplashing. Telefon. Sizniki telefon ko'taring. Telefon sizniki yo'q. Telefon apparati o'chirilgan. O'zbek tilini tanlash uchun birra bosing. Sindi. Voy oyijon, qanday yaxshi. Birab hayajonlanmayman, turmushga chiqishni olish shunaqa hayajon bo'lyapti-manda. Bitta turmushga chiqadigansanmi? Odamlar qarab turibdi. Odamlarning yaxshiligini qarang, oyi. Voy, oyi, mana bu gullarning chiroyliligini qarang. Hidini qarang. Voy, nimasi chiroyli? Qurib yotibdi-yu. Oyi, mana fontanni qarang, suvlarni sachrashini qarang. Suvi-yu, musor bo'lib yotibdi-yu. Voy, oyi, havoni qarang, mazzaligini, shamolligini. Ayni chang bo'lib yotibdi-yu. Voy, oyijon, qarang daraxtlarning yashilligini. Oyi, qarang kartoshkani tozaligini. Hidlarini. Oyi, archani qarang, malaligini. Sen bilan to'ydan keyin gaplashaman. Она не была Гелинкой еще никогда, и в аул не уезжала из города. Она выглядела раньше как суперзвезда, а теперь в платке, в халате, день и ночь на хате. Она очень хочет к маме и полазить в Инстаграм. Shahboz aka, bir bu uyda kimdir bor. Uxlasang-chi. Shahboz aka, turing, uyga o'g'ri tushdi. Bo'yab olgan o'g'irlar qo'rqib ketmasin bechoralar. Shahboz aka, Sen birinchi chiqasan, keyin men chiqaman. aka? Erga tegib zanatchigim olib ketgansan, telefonimni olib kelib zanatlab ketay. Shunaqami? Oyimga telefon qilib aytib beraman hozir.
tapishkalarni olib ketgan edi. Uyda kiyishga tapishkam yo'q edi. Keldim, olib ketishga. Alo? Hozir. Qo'shni Matqovul buvani protest ishlari sanda emasmi? Voy, endi oshib ketdi, oyi. Ana, podokонникda turibdi.